Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugun sizlar bilan asosiy gaplashadigan mavzumiz sifat haqida bo'ladi. Ya'ni adjektivlar bo'ladi. Sifatlar o'zimiz ona tilida ham hammamiz bilamiz. O'zi bilan birga keladigan otni tasvirlash uchun ishlatiladi. Ya'ni qanday qanaqa so'rovga javob bo'ladi? O'zi bilan birga kelgan otni aslida tasvirlab kelamiz. Misol uchun kelishgan yigit, chiroyli qiz yoki uzun bola yoki katta uy, kichkina uy yoki kichkina xona yoki sariq ruchka, qora ruchka. Ana shunday, ya'ni otdan oldin kelib, o'zi bilan birga keladigan otni qandayligi yoki qanaqaligini tasvirga, rangi, sifati, mazza, ta'mi, xil xususiyati, shakli hammasini ko'rsatib beradi va sifat. Inglizda ham xuddi shunday sifatlar doimo otdan oldin ishlatiladi. Doimo otdan oldin ishlatiladi va otning belgisini bildirib kelish uchun ishlatiladi. Demak, misol uchun yozganimiz beautiful girl, chiroyli qiz va sifat otdan oldin ishlatilyapti. Yoki interesting book, qiziqarli kitob. Qanday kitob? Qiziqarli kitob. Yoki big house, katta uy yoki dangerous dog, xavfli, yomon, vahshiy it degan ma'noda ishlatilyapti. Demak, o'ziga yarasha sifatni ham ba'zi bilishingiz kerak bo'lgan qonun qoidalar bor. Chunki ertaga razgovor speakingda deyarli, misol uchun kitob o'qishni yoqtirib ko'rasizmi yoki nimadir yozishni yaxshi ko'rasizmi? Men kitob o'qishdan ko'ra yozishni yaxshiroq ko'raman degan ma'noda. Ya'ni darajalar bir-biridan taqqoslashib tushunadi. Yoki writingda ham deyarli xuddi shunday juda ko'p, deyarli 30 yoki 40% holatlarda speakingda yoki writingda adjective bilan ta'riflamasangiz bir narsani aniq aytib bera olmaysiz. Demak, sifat albatta kerak ekan. Misol uchun boshladik. Demak, sifatni ba'zi qoidalar bo'yicha ishlab boshlaymiz. Sifatlar ikki turga bo'linadi ekan. Bir bo'g'inli sifatlar va ko'p bo'g'inli sifatlar. Bir bo'g'inli sifatlar asosan 2 ta, 3 ta yoki 4 ta harfdan iborat bo'ladi. Misol uchun big, katta, small, kichkina, tall, uzun, fast, tez, easy, oson yoki yana shunga o'xshash qisqa so'zlar. Easy, oson, small, kichkina, like this yoki big bor, bu yerda hammasi misol big yozganmiz. Yes. Agar ko'p bo'g'inli sifat bo'ladigan bo'lsa, u 5-6 ta harfdan ham ko'p bo'ladi. Misol uchun interesting, qiziqarli, bu ko'p bo'g'inli sifat, ko'p bo'g'inli. Aslida murakkab sifat desak ham bo'ladi. Yoki difficult, dangerous, beautiful yoki dangerous, difficult. Mana shu uzun sifatlar bo'ladigan bo'lsa, bular murakkab sifatlar, ya'ni ko'p bo'g'inli sifatlar deyiladi. Buni nimaga aytayotganimni endi bilib olasiz. Demak, sifatni ona tilida ham, ingliz tilida ham darajalanishi bor. Birinchisi oddiy daraja, bu inglizda positive degree deyiladi. Ikkinchisi qiyosiy daraja, ikkita otni bir-biriga qiyoslashga uchraydi, comparative degree deyiladi. Va orttirma daraja bu superlative degree, ya'ni orttirib ko'rsa. Oddiy daraja siz hech qanaqa qiyoslaymiz, orttirib ko'rsa. Misol uchun men uzunman, John katta yoki Ali kelishgan yoki buruchka oq. Tamom. Hech qanaqa qiyoslanmaydi yoki ortib ko'rsatilmaydi. Oddiy sifat bu. Agar qiyosiy bo'ladigan bo'lsa, bu o'zimizda roq degan tarjimani beradi. Roq. Bu ruchkaga qaraganda, misol uchun sifatliroq. Bu mashinaga qaraganda tezroq yoki bu misol Samsung iPhone'ga qaraganda sifatliroq desa, to'g'rimi? Ana shunday. Yoki yana aytishingiz mumkinki, bu doska narigi bu doskaga qaraganda ancha effektiv, samaraliroq. Ikkita otni bir-biriga qiyoslashadi. Yoki O'zbekiston Amerikaga qaraganda boyroq desa, to'g'ri keladimi? Unaqa to'g'ri kelmaydi. Ya'ni ikkita otni bir-biriga qiyoslash uchun ishlatiladi. Va superlativ degree bo'lsa, bu orttirma daraja. Bir guruh otni orasida yoki ko'p narsani orasidan bittasini ajratib aytsak bo'ladi va buni tarjimasi eng degan tarjimani beradi. Kattaroq, eng katta. Katta, kattaroq, eng katta. Yaxshi, yaxshiroq, eng yaxshi. Yomon, yomonroq, eng yomon. Chiroyli, chiroyliroq, eng chiroyli. Qiyin, qiyinroq, eng qiyin. Endi orttirma daraja sifat bo'ladigan bo'lsa, bu ko'p orasida ortib o'tadi. Misol uchun O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlaridagi eng boy o'lchasi. Markaziy Osiyo orasida nechtadir? Markaziy Osiyoda 5 ta davlat bormi? Aslida shularning orasida eng boy. Yoki O'zbekiston butun dunyo bo'yicha eng mehmondo'st xalq. Butun dunyo bo'yicha aytiladi. Yoki Alisher guruhdagi eng aqlli bola. Alisher guruhdagi eng aqlli bola. Yoki Jamol Malik guruhdagi eng ikkinchi bola. Ya'ni guruhda biz 10 ta, 15, 20 ta bola bo'lsa, alohida bittasi ajratiladi. Bu ruchka, mana bu ruchkaning orasidagi eng sifatlisi yoki eng qimmati. Bu mashina, misol uchun Gentra mashina orasidagi eng chotkisi, to'g'rimi? Ana shunaqa. Ya'ni ko'p mashinaga, ko'p narsani orasidan bittasi alohida ajratib aytilsa, orttirma daraja qo'yiladi. Buni tartibini yozib olasiz. Endi qanday yasalishini ko'ramiz ingliz tilida. That's good. Videomiz biroz cho'ziladi. Pozitiv degreedan boshlaymiz, oddiy darajadan. Pozitiv degree, oddiy daraja. Biroz tezroq yozaman, xunuk bo'lib ketsa, aytib yurmaysiz yozuvni. Pozitiv degree, oddiy daraja. Oddiy darajani hech narsa qo'shimcha qo'shilmaydi. Misol uchun big house, katta uy yoki large house desak, yoki small dog, kichkina itbachcha bo'lsa, yoki nima desak bo'ladi? Tall building, baland bino. Deyarli bu taqqoslanmayapti, qiyoslanmayapti. Misol uchun
I am smart. Men aqlliman. Bu oddiy daraja. Yoki you are beautiful. Siz chiroylisiz. Beautiful. Beautiful. Siz chiroylisiz. Hech qanaqa qiyoslanmayapti, orttirib ko'rsatilmayapti. Bu oddiy daraja. Endi mana shu yerda bitta narsaga e'tibor berib ketingizlar. Oddiy darajada as degan narsa bor. Bu yoki they yoki dek degan tarjimani beradi. S mana bu yerga qarangizlar. A, D, C deb qo'yaman. Adjective, sifat keladi. Mana bu. Bu shunchaki oddiy darajani ko'rsatib beradi. Misol uchun, agar gapimiz inkor bo'ladigan bo'lsa, so adjective keyin s bo'ladi. Tarjimasi bir xil, they dek. Inkor gap bo'lsa so s, darak gap bo'lsa s. Misol uchun, I am as smart as you. Tarjimasi men sizdek aqlliman. Mana s ni o'rtasida oddiy daraja kelyapti. Yoki you are as tall as us. Siz bizdek yoki bizday uzunsiz. Yoki inkor bo'lsa I am, misol uchun I'm not so smart. I'm not so smart as you. Men sizdek aqlli emasman degan. Inkor shakli bo'lgani uchun so ishlatilyapti. Yoki he is not so misol uchun he is not so tall as me. U mendek yoki menday uzun emas. Bu oddiy daraja. Mana shuni yozib qo'ying. Ertaga sizga keladi. Testda aniq keladi, juda ko'p keladi. Mana bu s qo'yasanmi deydi yoki so s ni qo'yasanmi, s ni o'zini qo'yasanmi deydi. Ikkita s keladi, o'rtada sifat keladi. Oddiy darajadagi sifat keladi. Qiyosiy orttirma daraja qo'ymang umuman. Oddiy darajadagi sifat keladi. Bu oddiy daraja. Buni rasmga olib qo'yasiz, jonli qilib yozib olishingiz kerak. Endi passive degree pishgandan keyin komparativ, ya'ni qiyosiyga o'tamiz. Qiyosiy daraja. Qiyosiy darajaning tarjimasi nima edi? Roq degan tarjimani beradi. Roq degan tarjimani beradi qiyosiy darajada. Endi qarangizlar, bir bo'g'inli sifatlarga oxiriga er qo'shiladi. Ko'p bo'g'inli sifatlar bo'ladigan bo'lsa, ko'p bo'g'inli sifatlar oldidan demak more ishlatiladi. Bittagidan roq yasash uchun ikki xil ma'noda foydalanaman. Ikki xil grammatika. Birasi er bo'ladi, biri bo'g'inli sifat bo'lsa. Ko'p bo'g'inli bo'ladigan bo'lsa, o'z oldin more qo'shadi. Misol uchun, xo'p, small bo'lsa, kichkina smalllar bo'ladi, kichkina roq bo'ladi. Yoki fast bo'lsa, tezroq bo'lsa, faster bo'ladi, tezroq. Yoki bir bo'g'inlida, yoki aytamiz big bo'lsa, katta bo'ladi, bitta g ortadi, big ger bo'ladi, kattaroq. Yoki yana aytishimiz mumkin, tall, uzun bo'lsa, taller bo'ladi, uzunroq. Bir bo'g'inli sifatlar er qo'shib. Endi ko'p bo'g'inliga qaraymiz. Ko'p bo'g'inli bo'ladigan bo'lsa, more beautiful. More beautiful. Chiroyliroq. More beautiful lar qo'yib qo'ymang. Mana bu turibdi. Ko'p bo'g'inliga er qo'shing. More beautiful, chiroyliroq. Yoki more dangerous bo'lsin. More dangerous, xavfliroq. More interesting, qiziqarliroq. Yoki more difficult, qiyinroq. Ana shunday. Bir bo'g'inli sifatlar bo'lsa, smaller, faster, bigger, taller yoki more clear bo'ladi-ki, yoki whiter yoki blacker, yo'q, ularga ranglar qo'shmaganimiz yaxshi. More beautiful, ko'p bo'g'inli sifatlar bo'ladigan bo'lsa, doimo hammasiga more qo'shilsin. Bir bo'g'inli sifatlar bo'ladigan bo'lsa, hammasiga r qo'shib ketilishi kerak bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. Qiyosiy darajani davomi ham bor endi. Buni to'liq rasmga olib yozganlaringizdan keyin qiyosiy darajani keyingisiga o'tamiz. Endi boyagi oddiy daraja bilan ss ishlatilganida, endi qiyosiy darajada bitta gap bor, so'z bor. Bu zen, ga qaraganda degan narsa. Ga qaraganda. Zen, ga qaraganda. Ikkita
otni yoki ikkita biror narsani yoki ikkita joyni bir-biriga qiyoslash uchun ishlatadi. Doimo taqqoslaydi qiyosiy daraja. Ikkita bo'lishiga 3 ta 4 ta bo'ladigan bo'lsa orttirma daraja bo'ladi. Ikkita bo'lsa qiyoslaydi. Bu ruchka qaraganda yaxshiroq yoki sifatliroq. Bu mashina narigi mashinaga qaraganda tezroq. Ikkita qiyoslansa. O'zbekiston nima Amerikaga qaraganda nima dedik? Boyroq dedikmi? Shunaqa gap. Bitta gap yozamiz. Ya'ni faqatgina ikkita otni qiyoslash uchun ishlatiladi. Buni teparoq ko'taramiz. Tepani yozib olaylik degan umiddaman. Misol uchun, xo'p, I am taller. Men uzunroqman degan. I am taller demak than you. Men sizga qaraganda uzunroqman. Than doimo qiyosiy daraja bilan ishlatiladi. Yoki, xo'p, nima deymiz? BMW is faster. BMW tezroq than Mercedesmi? Mercedes. Mercedesga qaraganda tezroq. Ya'ni qiyosda ikkita BMW bilan Mercedes qiyoslanyapti, I bilan U qiyoslanyapti. Yoki Uzbekistan is richer. O'zbekiston boyroq than USA. Amerikaga qaraganda O'zbekiston boyroq. Bu yerda O'zbekiston bilan Amerika qiyoslanyapti. Bu than doimo qiyosiy daraja bilan ishlatib, ikkita otni bir-biriga qiyoslash uchun ishlatiladi ekan. That's good. Buni ham to'liq yozib olasiz. Oddiy ketdi, qiyosiy pishdi. Keyingisiga o'tamiz. Xo'p, yaxshi. Rasmga oldik a. Keyingisiga o'tamiz. Endi orttirmaga o'tamiz. O'sha orttirma. Superlativ degrega o'tamiz. Orttirma darajamizning tarjimasi nima edi? Eng degan tarjimani beradi. Boya ko'rib ketdik sizlar bilan. Eng degan tarjimani berdi. Va bu ham xuddi shunday. Bir bo'g'inli sifatlar uchun bir bo'g'inli sifatlar oxiriga s qo'shiladi. Ko'p bo'g'inli uchun ko'p bo'g'inli sifatlar uchun the most qo'shiladi. Bittagina eng degan tarjimani berish uchun xuddi shuncha muammo. Zo'r. Ko'ramiz. Big katta, misol yozaylik mayli. Big katta, bigger kattaroq, biggest eng katta yoki small kichkina, smaller kichkinaroq, kichikroq. Endi bularga esdan chiqarmaysiz, doimo z ishlatilsin. The smallest. Eng kichik degani. Bunga ham z ga ham the biggest bo'ladi. Orttirma daraja, ya'ni superlativ bilan doimo z ishlatilishi kerak. Yoki aytamiz fast tez, faster tezroq. Demak, the fastest eng tez degan. S qo'shib ketaveradi, artiga qo'shishdan chiqmasin. Agar ko'p bo'g'inli sifat bo'ladigan bo'lsa, qiyosiy darajaga more qo'shuvdik, sifat oldidan orttirma darajaga the most qo'shamiz. The most beautiful. Beautiful, the most beautiful, eng chiroyli degani. Yoki the most dangerous, eng xavfli. Yoki the most interesting, eng qiziqarli degan tarjimalarni beradi. Endi orttirma daraja ko'p bir guruh narsani ichidan bittasini alohida ajratib olsa, orttirma daraja ishlatiladi. Misol uchun, guruhdagi, misol Jamol Malik guruhdagi eng a'lochisi. Butun guruhda 20 ta odam bo'lsa, eng a'lochisi, to'g'rimi? Haqiqatga to'g'ri kelmasa, men aytib qo'yamiz. To'g'ri kelamiz. Davom etamiz. Sal ko'taraman, rasmga olasiz buni. Aha, yaxshi. Buni kichikroq qilsak ham bo'ladi ekan buni. Gap yozamiz. Xo'p, I am misol uchun smartest deylik. I am the smartest boy. I am the smartest boy. Men eng aqlli bo'laman in this group. Bu guruhdagi eng aqlli bo'laman. Yoki Uzbekistan, Uzb is the richest country in the world. O'zbekiston dunyodagi eng boy mamlakat. Orttirib aytaman, butun davlatlar orasidagi eng boy. To'g'ri keladi, real deyman. Yoki yana aytamiz, xo'p, Ronaldoga muxlislik qilasizmi, Messigami? Ronaldo is the best player. Ronaldo eng yaxshi o'yinchi. Yoki Messiga fanat qiladiganlar Messi is the best player bo'ladi. Ya'ni ko'p futbolchilar orasidan alohida ajratib ko'rsatilyapti. Asosan o'tiradigan mavzu shular. Oddiy darajada hech qanaqa qiyoslanmadi bir-biriga. Birinchi mavzumizga qaytaraylik. Mana bunda. Yes. Oddiy darajada
deyarli hech qanday qo'shimcha qo'shilmadi. O'zgarib bittagina ss, ya'ni daydik degan qo'shimcha bilan ishlatildi. Qiyosiy darajada bo'lsa roq degan tarjima uchun bir bo'g'inli sifatlar bo'ladigan bo'lsa r qo'shimchasi qo'shilyapti. Agar ko'p bo'g'inli sifatlar bo'ladigan bo'lsa, more qo'shildi sifatlar oldidan. Superlativdagi orttirma daraja eng degan tarjimani berdi. Agar bir bo'g'inli sifatlar bo'ladigan bo'lsa, s qo'shimchasi qo'shildi. Ko'p bo'g'inli sifatlar uchun the most qo'shimchasi qo'shilyapti. Asosan mana shular hammasiga